Hop, xullas, bugungi mavzuyimiz Invocation to JSP Generics. Bu generic Haskell'dagi aynan generic mexanizmlarni bilan tanishamiz. Qanaqa qilib biza takrorlanuvchi zerikarli kodlarni avtomatik kompiler generatsiya qilsa bo'ladigan ko'rinishga olib kelishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni sodda gap bilan aytganda, biz shunaqangi kod yozishni o'rganamizki, ko'rib chiqamizki, uning asosida takrorlanuvchi har xil turdagi ma'lumotlar strukturalarga mos keladigan takrorlanuvchi kodlarni, ya'ni boilerplate'larni kompiler o'zi bizga yozib beradi. Всё. Там bizani bu agenda, ya'ni birinchisi biz Haskell'da type sistemasini o'rganishimiz kerak, keyin shape of type, ya'ni biz type sistemani o'rgangandan keyin u type sistemani o'zi qanaqa o'sha bolalarga gapirib berishda, mana abstract tree shunga o'xshagan narsalarni, ya'ni qanaqangi abstract representationda bo'lishini o'rganib chiqamiz. Undan keyin boilerplate haqida gaplashamiz. Keyin aynan generic representationlarni ko'ramiz. Generics shu bilan davom etamiz. Hop, xullas, mavzuning asosiy qismi scrape your boilerplate, ya'ni qanaqadir boilerplate kodlarni chopish. Faqat bu general emas, balki genericlar asosida. Hop, nima haqida gaplashamiz? Biz qanaqadir tillarni solishtirmaymiz, Haskell'da qanaqadir fichalarni bunda bormi, yo'qmi yo'qligini gaplashmaymiz, chunki bular hozirgi umuman kerak emas. Hozir o'tgan ekzemplarimizni boshqa tillarda implementatsiyasini ko'ramiz. Ya'ni biz shunaqa qilamizki, birinchi o'rinda Haskell bilan tanishib olamiz, keyin hamma ekzemplda butun universitet Haskellda ko'ramiz. Всё. Agar kimdir Haskell bilmasa, mana o'rganishga bu Короче, bu narsa asosiy original maqola hamda Simon Page короче, и mana o'zimdan ideya olganman, ilhomlanganman. Asosiy maqolalarning resurslar, kodlarning ba'zi qismlari English Types and Haskell degan hisobdan olingan. Bularning boshida e'tirof etishimdan sabab bu yerda ko'ringan kodlarning ko'pchiligi kitobga va ideyaning asosiy original qismi u maqolada yozilgan. Prosta u maqola hamma uchun tushunarli bo'lmasligi mumkin yoki unga spesifik Haskell skript kerak. Bu yerda iloji boricha bizni hamma uchunroq ko'rinishga keltirishga harakat qilamiz. Hop. Motivatsiya oddiy. Biz doim qanaqadir joyda duplikativ kod yozamiz. Qanaqadir o'shaning oqibatda qanaqadir copy paste qilgan kodimiz qaysidir subtype'da muammo chiqadi. Bu nima degani? Misol uchun bizda shunaqa bo'lgan, oldin ishlagan joyimda bilasizlar, Node.js'da ishlaganman. Bizda kodda validatorlar bor edi. Diktivlar yoki shunga o'xshagan narsalar. Ularda shunaqa holat bo'lgan, shunaqa holat bizda ko'p takrorlanadi. Bizda misol uchun qanaqadir user degan tip bor, buni asosida customer degan tip yasalgan. Unda mana shu customer uchun biz user validatsiyasini, validation metodlarini qo'shdik. Customerda yangi filtr qolib ketib qoldi va negadir tag checkingdan o'tib ketdi u narsa. Negadirligini sababi ko'p joyda ishlatilgan edi. O'tib ketdi, runtime error chiqdi. Bu biz даже copy paste qilgan kodimizni xato yozishimizni ham tushunib yetdik o'shanda. Qo'pol aytganda shunaqa. Xo'p. Bu yerda boshqa narsa ham bor ekan, ya'ni bu narsa haqida o'sha boshqa programmistlar, boshqa o'sha olimlar o'ylashgan, ya'ni biz shunaqa kod biz copy paste qilarkanmiz, nima uchun kompilyator
copy paste qilolmaydi kod. Ya'ni copy, то есть kompyuterda nima yozib berolmaydi. И shuning asosida endi biz bunaqa kodni generatsiya qilishdan oldin Haskell'da o'zining tiplarini asosida tushunib olamiz. Ya'ni hamma tillardagi ba'zi qanaqadir emas, umuman number tiplar, oddiy integer, mamma integer, пока integer tipini o'zini ignore qilsanglar bo'ladi. Double float tushunarli, word bu unsigned qanaqalar, unsigned tiplar. Keyin boolean, oddiy boolean, bu character, ya'ni xullas character. И tuples bor bizda, ya'ni mana shunaqa ko'rinishda, misol uchun bu 2 talik tuple, 3 talik bo'lishi mumkin, 4 talik, adashmasam maksimum 64 gacha tuplelarni soni. Bu просто AB degan bu type parametr, buni o'rniga biz любой type qo'yishimiz mumkin. Пока что misol uchun aytishimiz mumkin, birinchi anaqa emas, nimada value'imiz, parametrimiz bizda int bo'ladi, ikkinchisi string bo'ladi. И mana shu talik. Hop, keyingi list, bu ham ya'ni type parametr, list A degani qanaqadir tipdagi list, misol uchun buni n o'rniga string list bo'lishi mumkin. Bu degani string of list of strings или list of integers. Boya parse qilganimiz misol uchun. Endi bu parametrik funksiyalar misol shunaqa, ya'ni biz normal hozir ishlaymiz. Keyin bu ko'p tillarda nullable tiplar bor, misol uchun option T teglar bo'lmasa просто qanaqadir misol uchun I yoki null yoki tipa bir narsa undefined shunaqa, ya'ni qanaqadir nullable'lar izohlovchi. Buni ikkita konstruktori bo'ladi, nothing yoki just I. Ya'ni bizda tiplar ham ma'lum bitta A'dagi type parametr oladi. И bitta unit type bu xuddan void, misol uchun ko'p tillarda void deyiladi yoki oddiy unit type. Xullas hammasi bir xil. Ya'ni bir xil ma'noni anglatadi. Keyin IO'ni просто aytib olmay, что biz qanaqadir tashqari bilan side effect qilganimizda ko'pincha IO tipga duch kelamiz. Shuning uchun mabodo IO'ga aloqador yoki mana IO kerak, anor degan unit IO ko'rsak, hayron bo'lmaslik uchun. Ya'ni biz tushunib olishimiz kerak o'zi nima bo'ldi bu yozayotgan kodimizda yoki o'qiyotgan kodimizda. И function type. Function type diyor ko'rsatdi diyor ko'rsatdi function type. O'zi bu typelarni ko'pini diyor ko'rsatib berdi. И bizda yana ham qanaqadir recap qilamiz, чтобы ozgina tanishib olish. Function type, misol uchun bu oddiy funksiya qanaqadir A type parametr oladi va B type parametr qaytaradi. Joyda bitta savol bor. Ya'ni salam uyg'otib olish. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu funksiyani yozsa bo'ladimi Haskell'da? Yozsa bo'lsa qanaqa holatda bo'ladi, bo'lmasa qanaqa holatda? Просто fn Stringlets. yo'q. Ya'ni arbitrary for all A to for all B. Ya'ni intdan stringga unaqa emas. Ya'ni konkret tip emas bu yerda. Bu yerda for all A, for all B. Konkret tip emas. Ya'ni просто Polymorphic. fn deb mana shunaqa tip yozsam bo'ladimi? Hop, misol uchun Nima qaytarasiz bundan? A olasiz, keyin bir qaytarasiz, bir qaytarib olasiz. Agar biz toString qilishimiz kerak bo'lsa, hozirda ketganlarda, unda A'da toString apply qilish imkoniyati bo'lishi kerak. Shuning uchun biz mappa skopida A to B olsa, okey. Lekin biz o'zimizdan o'zimiz A to B deb yozib ketamiz. Men ozgina bunda qiynalgandim. Men tushundimmi? Agar tushunmagan bo'lsangiz so'rab olinglar. Generic aytibsiz, bu constraint qilinmagan. Polymorphic. Xo'p, A B A yozsa bo'ladi, chunki A bor sizda B'ni ignore qilib, yoxud bu narsa const funksiya deyiladi. Lekin A dan B ga yoza olmaysiz. For all A, for all B. xo'p. Endi bizda enumeration type'lar bu umuman
Haskell'da misol uchun ko'p ishlatganmiz repeaterlarda algebrik tiplar, yana shunga o'xshagan terminlar. Ну, misol uchun algebrik tiplar ham aslida qanaqadir qiyin yoki murakkab qo'rqinchli tushuncha emas, просто tiplarni ikki xil reprezentatsiyasi. Bugun как раз shular bilan yaxshiroq tanishamiz, lekin hozircha biz buni algebrik tiplarni qanaqadir ko'rinishi bilmaydi. Davay enumeration type deymiz. Misol uchun bunga rasmiy enamga o'xshab Call degan enam nomi и belgilar misol uchun ya'ni bu tip shunaqaki, bunga yaxshilab e'tibor bersak, qanaqadir tip o'zini representation, ya'ni tip o'zi, buni variantlar, 4 ta varianti bor bizda. Har bitta variant alohida konstruktor. Shu. Va bizda tiplar yana boshqa type parametrlarni olishi mumkin. Misol uchun, tasavvur qilinglar, biz integerlardan iborat treeni qanaqa qilmoqchimiz, yozmoqchimiz, qanaqa qilishimiz. Shuning uchun biz bu tiplarni ham polymorfik qilsa bo'ladi bu. Ya'ni type parametr qilib olamiz va yozib ketamiz. Mana shu ko'rinishi aynan treeni implementatsiyasi. Sodda implementatsiyasi hamma uchun Hotkeys'i record type. Bu bizda bilgan oddiy rekordlar. Hamma tillarda menimcha bor yoki bo'lmasligi mumkin. Okey, misol uchun TypeScriptda rekord yo'q. Rekord? Bor. Xullas, ko'p tillarda bor. Obyekt barobar. Или Rustli structlar, или shunaqa. Xo'p. Misol uchun endi bizda rekordda shunaqa sintaks shakllar bor, Haskell'da. Misol uchun RGB'ni izohlash uchun biz aniq qilamiz. Ya'ni qanaqa RGB и mtrgb bu konstruktor и u 3 ta value oladi. То есть 3 ta parametr oladi. Ya'ni bizda mana record fieldlari qanaqa anlaymiz, ya'ni yo'q bunaqa field. Biz to'g'ri bu topurga o'xshab ishlab ketamiz. Shu joyda OCaml ham bitsa bo'ladi. OCamlga o'xshab qanaqalar qo'shib o'tirish kerak emas, звездочка kerak. Primoy mana pozitsiyalarni int oladi. Unga off qo'yish, звездочка qo'yish. Bu misol uchun bir xil paytlar juda ham qulay bo'ladi, чтобы biz konstruktorlarni qurayotganimiz, ya'ni prototip konstruktor qurayotganimizda juda qulay bo'ladi. Oddiy klassik variantda bu deyarli hammaga tushunarli. Mana ikkita nuqtani hisobga olmasa, bu просто ikkita qilib qo'yilgan bittamiz. Boshqa tillarda nomlansa bitta bo'ladi. Haskell'da bu ikkita, все. Haskell'da katta. New type bu specific efficient type representation versiyasi. Agar bizda qachonki bitta konstruktor va uni bitta fieldda bo'lsa, mana shu narsani ishlatsak bo'ladi. Adashmasam bu run parserda biza new type ishlatdik. Bu imенно shunaqa efficient versiyasi. Ko'pincha juda qiziq abstraksiyani qurishga yordam beradi. New type. Paypalda emas u oddiy data bilan bir xil, просто nima xolos. Просто new type yozib qo'yadi. Boshqa tomonlama hamma tomonlama boshqa. Lekin runtime'da type-aliasga o'xshab ishlaydi, ya'ni indirection bo'lmaydi. Ya'ni misol uchun o'rab qo'ysangiz, structga o'rab qo'ysangiz Pythonda yoki obyektga o'rab qo'ysangiz, obyektni ichidan olib pointer через pointer yuradi-yu. Bunda esa mana через pointer yurmaydi, compile time'da erase bo'lib ketadi. Lekin sizga safety'sini beradi, ya'ni o'sha ichida o'rab turgan uni ishlatayotgan paytingizda. Compile time'da lekin yo'q ketadi, type-aliasga bo'lib ketadi. Yo'q ketadi. Bizda уже qanaqadir o'sha user tipini qurilishi. Ya'ni biz boya ko'rsatgan ikkita variantni ham qila olamiz. Xo'p, biz уже tushundik qanaqa tiplar bilan ishlaydi, tiplar o'zi umuman qanaqa. Misol uchun hozir kompyuter ochib, kimdir nimadir qilib ko'rishim, o'sha printerni tushundinglar, kartina hosil bo'ldi. Endi keyingisi biz eshmatni konsolga chiqarmoqchimiz. Просто tasavvur qilinglar, qanaqadir print eshmat yoki bo'lmasa eshmatni toshmatga tengligini tekshirmoqchimiz. Ya'ni qanaqadir tiplarni chiqarmoqchimiz konsolga, liba bo'lmasa ularning o'rtasida qanaqadir equation bormi yo'qmi, shuni tekshirmoqchimiz. Lekin kompilyuter boshqa narsa bo'ladi. То есть u aytadiki, bizda show instance yo'q, boya Delior instance chiqib qoladi. Keyin
Sokin topki bize tengini amalga oshirishimiz uchun equation instance yo'q. Bu nima degani? Bizda shunaqa birinchi uchda biz buni hal qilishni ko'rishimiz kerak. Boya e'tibor bergan bo'lsanglar, deriving ya'ni deriving qanaqadir mana type class yana bitta type class. Hech yo'q. Biza konstrukt qildik, misol uchun person hisobida person konstrukt qildik va uni tengligini tekshira olamiz. Tengligini tekshira olamiz, uni show qila olamiz va ho'kiz. Biza kerakli type classni unga qo'shib berdik va u narsa ishladi. Boyagi compiler errorimiz ketdi. Hop, o'zi nima bo'ldi? Kim o'ylab ko'radi? Hozir mana shugacha qanaqa qilib showni deriving qildik, ya'ni biz ikkita dona klassni deriving qildik va bu narsalar hozirgi errorlar yo'qolib, уже hamma narsa okey bo'ldi. Aslida bizda trade'lar bor, to'g'rimi? Trade'lar yordamida siz bu aytganingizdek adabiyga bo'lsa normal nima nima. Biz просто aytamiz, show qila oladigan deymiz. Masalan-da, unaqa qila olsak va o'sha klassni biz chegaralaylikda hamma show bor tayyorlarga anaqa qildik, construct qildik. Mana derive rastan bor, o'sha derive qiladigan makro bor. Aloqasi yo'q. Bu yerdagi derive rastdagi mana trade'lar deb nomlasak bo'ladi. Derive makro просто yordamchi narsa, avto implement qiladi. Lekin trade'larni implement qilsak va trade'lar bilan ishlasak, bu yerda xuddi shunga o'xshash deb o'ylayman. Ya'ni biz qachonki nimadir bir deriving qilsa bo'ladigan qilganimizda, deriving qilsa bo'ladigan qilganimizda, implement functionlar, ya'ni implementatsiyalar biza deriving qilgan tipimizga avtomatik generate bo'lib qo'shilib qoladi, to'g'rimi? Compilerda. O'zi type classning ideyasi shu. Aslida biza user deriving qilsak yoki uni qilmasdan biz hamma narsani qo'lda yozishimiz mumkin. Implement qilish. Xuddi mana shu narsa misol uchun boshqa tillarda ham bo'lishi mumkin. Hozir bizga bu boshqa tillardagi konseptlar anaqa Haskell'da shunaqa. Ya'ni biz instance olamiz, qaysi type class instance va qaysi ticket. Shu. Juda oddiy narsa va qanaqadir endi biz mana shu type classni ya'ni mana shu type classni mana shu ticket implement qilganimizda обязательно type class so'rab ketishi mumkinki, menga minimal narsalarni implement qiling. Bunga aloqador o'sha to'g'ri kodni o'zini ko'rib chiqishni maslahat beraman, chunki bunaqa narsalar bilan qilganda, to есть, misol uchun deriving o'zi aslida kodda emas, yana ko'p anaqalari bor, chastlari bor deriving Haskell'da yaxshi tushunib olish uchun, boshqa narsa qilish uchun обязательно type classlarni tushunish kerak. Haskell'da o'zi normalniroq kod yozish uchun обязательно type class tushunish kerak. Shuni shu mana bitsa bo'ladi. Abstract classlarda implement qilinmagan interfacelar bor. Default implementation bor. Implement qilinmaganimiz berishimiz kerak implement qilish vaqtida funksiyani. Type class bilan defaulting bor. Mana kelamiz endi. Boilerplate. Hop. Demak, bizda qanaqadir zerikalik kod takrorlanuvchi doim biz esdan chiqarib qo'yamiz, sababi yangi subtype'larimizni qanaqadir yangi bitlarni kallada ishlab ushlab turish, короче, bitta gap bilan aytganda akalar вообще nikak bo'lmaydi. Biz unchalik nima deydi, unaqa narsani kutmadik dasturlashdan. Shuning uchun bizda davomli konseptlar haqida ko'p gapirishgan, drive, fix yana bunday narsalar, короче, shuni o'ylab qoldik. Ya'ni Haskell'da o'ylashganki, boshqa amakilar o'ylashganki, shu drive bizga o'rgatmaydi, compilerga o'rgataylik deyishgan, короче. Shu. Bo'ldi. Hozir bizda endi compiler drive bilan shug'ullanadi ko'proq. Boya aqlli compiler deganlari dilyorda mana shu narsa edi. Ya'ni polniyan solid deb bo'yinga chochib tashlaydi, substitutionlarni buzib tashlaydi. Shu. Ana reklama ketib qoldi. Is my solid drive. Xo'p, endi qiziq bitta task bor. Mana men nima o'qishim dedik, endi bizda Azure degan bor. Azure bizda ikkita type parametr bor. Lekin
o'zi bu holatda nima ishlatiladi? Bizada rezultatning xil ko'rinishi bor. Yoki bo'lmasa error, ya'ni success rezultat yoki bo'lmasa qanaqadir fail reject rezultat yoki fail rezultat bor. Mana shu narsani izohlash uchun bizga imенно rezultat tipi ham kerak, to'g'rimi? Misol uchun qanaqadir error exception yoki qanaqadir konkretniy data yoki data type. Shu uchun misol uchun ko'pincha Azure ishlatiladi. Azure'da misol uchun left odatda konsepsiya conventionlar bo'yicha qanaqadir error degan, ya'ni o'zi qanaqadir nimada qanaqadir konkret successful damlaydi. Endi savolki biz shunaqa narsa qila olamizmi? Azure'dan Maybe solaylik, Maybe'dan Azure'ga solaylik. Javob. Lekin javob ketadi. Chunki General siz o'ylang. Yo'q, matematik tomondan o'tsiz. Chunki Maybe'dan nothingga hech nima qabul qilmaydi. Lekin biz pragmatik yo'l bilan Azure'ni unit type qilib write qo'ysak bo'ladi, misol uchun. O'zi shunaqa to'g'ri. Ya'ni o'zi bu nimada maybe Azure'ga, Azure unitga canonical deyiladi. Короче, bu joy muhim emas. Bizga muhim joyi bu narsani qilsa bo'ladi va bu taxminan bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni nimaga biz bunaqa qila olamiz? Sababi shu Azure unit bilan, ya'ni left side'ni просто terib qo'yamizda, faqat right'da value bilan beramiz. Bu nimaga ishlaydi? Sababi bir ikkalovi, ya'ni Azure mana shu ko'rinishi va Maybe'ni o'zi bir-biriga izomorfik. Izomorfik nima degani? Misol uchun tasavvur qilinglar, bizda qanaqadir ikkita tip bor. Bir-biridan enkod-dekod qilsa, danni yo'qolib ketmaydi. Ya'ni qanaqadir ko'prik. Izomorfizm mana shu ko'prik degan xullas. Mana shunaqa tushunsak bo'ladi. Вот. И mana to Azure maybe oladi, Azure qaytaradi. From Azure Azure oladi, maybe qaytaradi. Shu. Ya'ni bizda o'sha izomorfizm bor ekan, demak biz bu narsani implement qilsak bo'ladi va qanaqa ekanini o'ylaysiz. Bu yerda bitta remarkada qaytarayda. Azure'ni faqat unitlik. Ha. Chunki imенно men unitli versiyasini ham mention etdim. Chunki boshqa versiyasida o'sha buzilib qo'yiladi. Chunki nothing bizda hech qanaqa typelarimiz qolmaydi. Yana bitta variant bor. Rastda masalan resultdan optionga o'girishingiz mumkin. Optiondan resultga o'girishingiz mumkin-da. Faqat optiondan resultga o'girsangiz уже прямой emas. Argumentiv bitarada o'sha argument formulaga yoqsa bo'ladi. Yo'qolib ketadi. Как вариант или прагматик или вариант. Да, agar там bizga umuman bu narsani yo'qotmaslik kerak bo'lsa, demak shu izomorfizm orqali qilganimiz yaxshi. Xo'p, yana ikkita asosiy ideyasi shu izomorfizmga qo'yilgan degan bo'ladi. Ya'ni biz ikkita tiplarni, to есть tippa xil holatini bir-biriga kopiya qiladi. Bu qanaqa? Misol uchun bizda mana ko'rasizlar, qanaqa from degan funksiya bor, u qanaqa type parametr oladi va representation, ya'ni representation tipiga o'rab, mana type parametr qaytaradi. Va mana x bor. X package biz ignore qilamiz, ya'ni x umuman qaramaymiz. Lekin yozish kerak edi. Shuning uchun yozib ketdim. X bu degan nima bo'ldi? Phantom type plus hozir sizga umuman qizig'i yo'q phantom type demaydi. Lekin buni yozib ketmasam qanaqadir qo'pol qo'ygan mutant qilib qo'ygan mana. Bu yoqmadi. To'da ham xuddi shunaqa representationdan bizda representation ixdan armiya solib bo'ladi. Bu nima degani? Biz qanaqadir ana representation versiyasini, qanaqadir tip representation ko'rinishini tipga o'girsak va tip o'zini representation o'sha tipga o'girsak bo'ladi. Xo'p. Bu narsa imенно generic type classda mana shu narsa implement qilingan. Ya'ni bizda mana type red
rep bu o'sha именно representation, type representation. И bu qanaqadir type oladi. No, xullas, type signaturasi bu bizga juda muhim emas. Agar kimdir tushunish xohlasa, alohida gapirishganimiz yaxshi. Shu yerda bir savolda mana bu rep type'da custom narsami yo ichidagi narsasimi? Yo'q, misol uchun mana bu type degan bor. Bu yana misol uchun bizda qanaqadir tipimiz boshqa type parametr oladigan. Ya'ni funksiya misolida qarang, to'g'rimi? Funksiya misolida qarang, misol uchun mana shu narsani funksiya misolida qarang, qanaqa bo'ladi? Ya'ni funksiyadan bizda A bo'ladi, da qaytaradi. A b faqat bu konstrakt qilinmagan. Ya'ni qilingan. Ya'ni qarang, Rustda misol uchun ba'zi trade'laringizni implement qilayotganda ham metodini berasiz, ham type output deysizda o'shanga type berib ketasiz. Ya'ni bu ham shunaqa type initializatsiya qilib berasiz bunga instance yozayotgan paytda. rep bu nima shunda? Ichki narsa. Rep bu endi generic specific narsa. Ya'ni kompiler jihatdan o'sha hamma instance yozib tashalgan. Bu haqida batafsil o'tadilar, representationlar qanaqaligi borliklari haqida. Просто men o'ylagandim o'zbekda mana shu joyda yozish declare vaqtida nimadir narsa ishlab ketgan deb o'ylagandim. Просто shu. Yo'q, bu чисти bibliotekani o'zini JC Generics bu Haskell'da ichida keladigan biblioteka bizga. Ya'ni base library'ni std'ni ichida. Haskell'da open deydi, klass yozib. Yo'q, qisqasi shu bizga built-in keladi. Haskell compilator, ya'ni Haskell avtorlarining o'zi, Haskell Foundation o'zi buni qo'llab-quvvatlaydi. Associated types yoxud self types. Assoc. Generic assoc bor. Keyin xullas, demak bizda xuddi mana bu funksiyalarimizni birdan ko'rsak bo'ladi. Endi representation emas, просто refer. Shu, ya'ni mana bu haqida endi hozir batafsilroq gapiramiz. Вот. Misol uchun biz agar rep book desak, mana bizga concretely type representation kerak. Ya'ni bizda boolean type'da bilamiz, qanaqadir misol uchun data boolean teng true or false, to'g'rimi? Вот mana shu o'sha bu haqida ma'lumot beradi. Ya'ni ember, bu nimadir aytadi, dini o'zi, keyin qanaqadir metodlarda bu qaysi mavjudlariga, keyin yana ember, uni ichida C, ya'ni constructors, keyin xullas metodlar, mana muhim joyi mana bu. Ya'ni bu some type, как будто emas, to'g'ri some type. Bu degani o'sha variantli type'lar boyagi ko'rgan enumerationlarimiz bizda some type deydi. Recordlarimiz bu product types. Bu sizlar endi algorithmik bilan tushunasizlar. Gadjetchalarmizmi? Mana endi to'liq biz mana reposda qanaqa ta'min olamiz. Type o'zi constructor qanaqa video single value buni hozir qo'lingizga rasmga olsanglar bo'ladi. Shu o'zi umuman tashkilmani qani, lekin men o'zim ko'pincha eslab o'tirmayman. Esimda qolmayapti to'g'risi. Eslashni ham qolmayman. Просто haqida yozib qo'yganman. Всё. O'shanga qarab nimadir qilish kerak bo'lsa, mana shu qaysi kesga tushishiga qarab kod yozib ketaman. Ya'ni type strukturasiga qarab, nomiga emas. Ya'ni some type'mi, usermi, boshqami farqi yo'q. Mana shunga mos keladi. Ya'ni strukturasi tipi. Generic. Tip. Bitta gap bilan aytganda, bu nima? Bu narsa xuddi aslida o'xshagan narsa, lekin tiplarni o'zi uchun aslida. Ya'ni bizda qanaqadir tip bo'lsa, misol uchun sizda user bilan person bilan tip bo'lsa, uni aslida qanaqa bo'lardi deb tasavvur qilsangiz, mana shu bizga taxminan shu narsa beradi. No, juda ham dehqoncha qilib tushuntirganda shunaqa. Boshqacha tushuntirib beraman. Yana ozgina notes, чтобы biz adashib qolmasligimiz uchun. Endi savol, biz boyagi ishlatdi. Generic qanaqadir mana shu generic equation funksiya bilan teng ekanini yoza olamiz. Ikki xil konstruktor qilsa ham type emasmi? Ikki xil konstruktor qilsa, type bir bo'lsa, ikki xil konstruktor bo'la oladigan bo'lsa, type bir emasmi? yo'q. Konstruktor ikki xil bo'lsa, values ikki xil bo'lsa, type ikki xil. Yo'q. Boyagi user ikkita ishlatimiz bor edi. User bilan o'zimi bo'ladi?
hozir bu turib atash kerak bizga. Просто zamon funksiyani hozir qanaqa implement qilish haqida o'ylayapmiz. Chunki bu narsa ishlatgan, toshlatgan, ishlatgan ishlash kerak. Chunki boyagi nima qildingizda, userga qildingiz. User konstruksiya qildingizda, email konstruksiya qildingiz. O'shani aytmoqchiman. Qayerda bir konstruksiya bo'lsa ham. Uni orqasi yo'q. Просто bizga asosiy ideya nimada? Biza hozir qanaqadir tiplarni, misol uchun ikkiga generate bilan tenglashimiz kerak. Ya'ni biz shunaqa funksiya olishimiz kerak, funksiyani olishimiz kerak. Bu любой type teng yoki teng emasligini qaytarish kerak bizga. Xo'p, buni qanaqa qilsak bo'ladi? Biz generiklarni o'rgandik. Biz o'sha representation haqida, ya'ni type representation haqida ozgina tushunchaga ega bo'ldik. Xo'p, endi sizlardan shu gaplashuvdik, ya'ni qanaqa qilib bu bizga biza qo'lda kod yozuvdik, bizga qanaqa qilib imni derivative show qilganimizda o'sha instance qanaqa generate bo'lishini qo'lda yozuvdik. Mana shu narsani hozir biz shunaqa yozishimiz kerakki, mana bundan oldingi mana bu variantlarimizni hammasini yozib chiqarib, ya'ni bularni hammasiga yapilgan instancelar yozsak, shunda biz aytamizki, bu generic equation bo'la oladi. Okey, lekin bu bittan so'ng biz o'zimiz bu narsani o'zimizdan sal abstraktroq custom yo'lga olib kelishimiz kerak, чтобы manage qilish oson bo'lsin. Hozircha faqat funksiya ko'ramiz, ya'ni biz derivative nimadir qilib anaqa tashlamaymiz. Birinchi bu type class olamiz, чтобы biz o'sha abstraksiyamizni qura olishimiz uchun. Bu type class bizda tam get plus bizani boygan qanaqasiga to'g'ri keladi. Ya'ni ikkita tip oladi. Mana bu ikkisini ignore qilamiz albatta. A oladi, bu qaytaradi. Shu. Ya'ni metodlarga o'xshagan narsalarni mana bu x phantom type xullas. Biz phantom type haqida o'ylaymiz. Ya'ni bu nimaga kerakligi haqida aniqlaymiz. Bu kerak aslida, lekin kerak xullas buni asosiy turgan sababi lex. Shunga biz hozir bu haqida o'ylashimiz kerak. Hop, implement qildik. Endi biza bunga instance yozamiz. Mana sizlar ko'rgan boyga hamma variantda, endi hamma variant emas, tuzilgan variant. Misol uchun mana bizda oddiy uber bor. Bu просто empty-ken. Type poser. Type representation. Uber void o'sha keyin mana bizda kabi bilan teng bor. Qanday foydalanamiz? Endi kabr nimaga borib kelamiz? Kabr bizda single query. Ya'ni bizda misol uchun recordda misol uchun 10 ta query bo'lsa, demak bizda mana bu kabrga emas, ya'ni kabrga instance yozganimizda imенно mashqga tushyapti. Demak bu bizda konstruktor query. Mana bu yerda bizda adresan ko'ramiz, to'g'rimi? Bizda to'liq anaqa neyrotir, bu yerda probitlar, bu yerda optimizatsiyaning type poser bo'ladi. Qanaqadir chiqsa. Mana shu orqali biz generic equation qildik. Faqat biz hozir buni to'g'ridan-to'g'ri ishlata olamiz. Lekin buni bittancha qolib ketdi. Bizga mana bu narsalarni kimdir ajratib berish kerak, to'g'rimi? Ya'ni tuni, fromni voqib solib. Bizga from kerak. Bu ajratib berish uchun biz generic equation yozdik va o'tda ma'lum bir constraintlarni berib ketamiz, чтобы bizani anaqa ishlash uchun tiplarimiz orasida bu narsa ishlash uchun va обязательно bu tiplarimizda generate degan type class derivative bo'lishi kerak. Bo'lmasa bizga type representation bermaydi. Eng muhim joyi shu. Biz o'sha boyagi funksiyaga, ya'ni type class instancening funksiyasiga bu funksiyaga kod qilamiz. O'sha biz ikkita
misol uchun tipotganimizda ikkala tipimizni romga o'rab bera olamiz. Egiza ishmatdan solishtirdik va ishladik. Xo'p. Bizni hozir tushunoldi, işte bu qanaqa bo'ladi? Biz typelarni generate qilganimizda ularni qanaqa qilib reprezentatsiyasini olsak bo'ladi va qanaqa qilib ularga har xil abstrakt funksiyalar yozsak bo'ladi. Va biz ko'rdikki, mana shunaqa generate qanaqa funksiyalarni biz har qanaqa ya'ni har qanaqa joyda ishlatsak bo'ladi. Tasavvur qilaylik, agar biz shu narsa bo'lmaganda bizda, ya'ni shu narsani qilmaganimizda hamma yozgan rekordlarimiz uchun nimalarni o'zimiz instance olib chiqardik. Misol uchun imperativ tilida shunaqa. Agar equation qilinsa, equalni biz unga nima equation implementatsiyasini yozishimiz kerak. Yoki bo'lmasa Haskell'da misol uchun bizda Haskell tilni o'zi hamma narsa uchun typeclass bermagan, bir xil typeclassga custom bo'ladi, misol uchun serializatsiyalar, boshqa narsalar. Bu degani Haskell o'zi demak qanaqa berish kerak, qanaqadir API berish kerak, qanaqadir interface berish kerak, чтобы biz custom typeclassni o'zimizda o'ng typeclasslarimizni derive qila olganmiz. Короче, agar aslida bu narsani mimik qilish uchun proc makro yozib, mana shu narsani quyida IS'ni pass qilib yozib, bitirib hammasini qayta yig'ishni o'rniga shunaqa mexanizm borki, aynan mana shu keylarni traverse qilish, balonlarni qilishga imkoniyatimiz bor va xohlashimiz bo'lamiz. Ya'ni bitta uslublardan bittasi shu. Generate. Strukturni ishlaymiz dedi. Generate kamchiliklari bor. Kamchiliklari bor. Ishkalish. Kamchiliklari bor-da. Template Haskell yaxshiroq. Nu, пока что hozir emas. Mana shu endi nimalar ishlatadi bu library? То есть bu anaqa именно generate qilib misol uchun ISON bu serializatsiyani parsing uchun JSON encoding binary ma'noda ishlatib ko'rdim jurnal ma'no degan repoga. Bu operationning binary fayllarni parsing qilish uchun tayyor kombinatorlari tayyor generic typeclasslari bor deb oson ishlatgan. Generic lens kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Menga ham yoqqan. Sababi lens bilan ishlaganda odatdan template Haskell bilan derive qilinadi. Bu aytganimda menga yoqmasdi. Xullas, template Haskell bilan derive qilish prototype menga yaxshi ko'rinmaydi, yoqmaydi. Qisqasi, shunga generic lens menga yaxshi yoqqan. Let's speak on each measure. Quick introduction. Ikkiga. Xo'p. Boya record bilan ishlamadik. Misol uchun sizda tasavvur qiling, agar Hishmat bola, boyagi Hishmatda biz userni o'zgartirmoqchi bo'lsak. Userni misol uchun nameni o'zgartirmoqchi bo'lsak, nima qiladi? Qanaqa? Spoiler bo'ladi. Qo'lda qaytib. Mayli. Bosmada hech narsa. Endi bosing. Simple. Yana. Bo'ldi. Misol uchun işte qanaqa qilib biz konstrukt qildik, qanaqadir ishlatdi. Demak, elchi o'zgartirmoqchi bo'lsa qanaqa o'zgartiramiz? Tushundim. Mana shu narsalarga ya'ni bizlarni rekord bilan ishlashimiz uchun, ya'ni mana shu rekord tiplar bilan umuman ADT bilan ishlashimiz uchun kerakli bo'lgan kombinatorlardan tashkil topgan biblioteka lens. Misol uchun maybe'larni amburab qilib o'tirmaymiz shunda shunaqa. Yana nima desam bo'ldi? Jawobdan bu ismi kelib aytdi. Ya, xullas bro, Haskell aytib bering. Mana shu deydi. Bizani oshxonadan unda yana ikkita typeclass bor. Bu G-Pretty, ya'ni bizda ma'lum bitta qanaqani pretty print qiladi. Просто любой strukturani pretty print qiladi. Buni ideal qilib qanaqa zo'r qilib yozish mumkin emas, lekin
Pretty print manda birinchi marta Haskell'ga kirganimda, JS'dan Haskell'ga kirganman. Shu holatda просто JSON Pretty o'rniga birinchi shunaqa bo'lganki, Pretty print bo'lmagan. Yo'q. Bor mana bunaqa ko'rsam nimadir xullas, bunga PhD kerakli yo'q qo'yganman. Kelmasam просто oddiy narsa ekan. Qisqasi shunaqa bo'lganda, shuning uchun bu narsa armon bo'lib qolsin deb men o'zimni trash pretty yozishga qaror qildim. Вот, bu generic bilan bo'ldi. From JSON bu ISO'nga, ya'ni bizning JSON parserimizdagi просто qanaqadir JSON stringga structga parse qila oladigan, lekin bu ham to'laqonli emas, eng minimal. Hammasi mana ikkala anaqa ham simple proyektlar va bularning katta featuresi yo'q. Asosiy idea buni demonstratsiya qilish va bu eng muhim point. Misol uchun generic pretty yoki bunaqa ko'rinishli proyektlar realniy anaqada, misol uchun ISO'ning o'zida bu narsa umuman boshqacha qilingan. Mavod ostidagi ISO'ni ko'rib, biz qilgan from JSON'ni ko'rib, qanaqadir solishtirishni ham o'ylab ko'rmaydi, chunki bu education purposes, u production, ya'ni u realniy stringlar bilan ishlaydi, o'ta ko'p narsa bor ekan, men o'zim ko'rib chiqdim, shunga men просто o'zimni yo'limni qilishga harakat qildim. Все. Bizda hozir from JSON serializer parser emas, parser уже bizda JSON parser bor. Serializer bu bizning JSON parser nima qiladi? Отраженный assetga o'girib beradi. Tamini. То есть qanaqadir schema ko'rinishda represent qiladi va serializerimiz o'sha qanaqadir abstraktniy damini, abstraktniy representationni konkret structga olib keladi. Все, shu. Teskarisini ham qilsa bo'ladi, JSONni uyga Bitta savolda, siz ADB'ingiz ichida boshqa librarydan type oldingizda, lekin sizga kerakli derive'ni u type derive qilmagan. Siz o'zingiz mahallangizda turib unga derive implement qila olasiz, to'g'rimi? Orphans, yetim. Ya'ni rasmlarda qanday narsa borku, ko'cha type'ga ko'cha trade implement qilmaydi-da. Yo, bittasi mahalliy bo'lishi kerak. Shuning so'radi. Haskell'da qila olasiz. Orphans degan o'sha narsa. Proyektlarda ko'pincha orphans degan alohida modul bor. Orphanage deb qo'yishadi, yetim bo'ladi. Mana yaqinda e'tibor berishni boshladim, qarasam rosa ko'p proyektlar bor ekan. Xo'p. Biz hozir bu yoqqa o'tishimiz kerak. Piyoda qolamiz va realni ham ko'ramiz. Pragmatik kod. Pragmatik nas kodni Ya'ni rastda ko'pincha bitiradi, mana shunaqangi ko'p narsani qo'llatib ishlab o'tiradigan makinlar bo'ladi-da. Demak, bizda shunda qayta nima qilaman desangizki, yo'qda, yo makro yozib chiqasiz, bu yoqda masalan tilni o'zida bo'lsa zo'r bo'ladi. Ko'ryaptim. Saytlar yo'q. Kodlaring? Hop, saytlar. Yo'q. Common plus. Ana shu. Ko'pkim? Taqsimsizlar? Bo'ldi. Mana bizda bog'i person va bizda eng muhim narsa o'tda personni aniq qiladigan tip bor, JSON bor, mana personga mos name bor, misol uchun qanaqadir adres, uni friendlari, bu как будто rekursiv, uni ham name bor, uni ham adresi bor. O'zbekiston bo'yicha, mayli. Какого люди делают? Совпадение случайно. Xo'p, mana bizda ham xuddi shunaqa, ya'ni name bor, adres, uni friendlari, bu friend bo'lishi mumkin yoki qanaqadir list bo'lishi. Короче, maybe bo'ladi. Ya'ni friend umuman bo'lishi mumkin, yoki anaqa bo'lishi mumkin yoki friend bo'lishi mumkin. Bu обязательно derive qilgan generikdan shu просто по приколу положительный комфортный bo'ladi. Chunki bizga kerak emas. Faqat tursin sababi bizda hali buni chiroyli print qilishimiz.
mana biz ko'ramizki bu yerda deriving instance from some person. Ya'ni bu o'zi standalone deriving deyiladi. Boya aytganimdek derivingni o'zi Haskell'da sal ko'proq ko'rinishlari bor va o'ziga mexanizmlari bor. Va o'shalardan bittasi standalone deriving. Biz hozir kirmaymiz standalone deriving nima va qanaqa qilib ishlaydi va ho'kizlariga. Bizga muhim narsa shuki, biz mana shu ko'rinishda o'zimizni customning type classimizni, mana chromosome degan type classimizni derive qila olamiz. Ya'ni biz o'zimizdan type classimizni derive qiladigan qila olamiz va boya Shahzodaga aytganlaridek default metodi ham bor bizga kerakli. Hozir uni ichi bilan tanishamiz. Yani bak function manada ham default funksiyalar bor, required funksiyalar bor da. Mana boya pure yozilgan list demaklar. Mana biz hozir boya anaqamizni ko'ramiz, personimizni ko'ramiz. Shu qanaqa bu rekordga o'girilyapti. Demak, mana bu narsa bizda rekordga chiqishi kerak. Xo'p, gap o'tamiz va mana biz narsani rekord qilganmiz va uni bir predga ham qo'yganmiz. Ya'ni predni print qilganmiz. Chunki ishlatish kerak deb qilingandan. Xo'p, kabolan qilaman. Ikki narsaga urishib beradi. Nima bo'ladi emas. Bizga muhim joyi mana. Yana bitta kabolan qilaman. Mana. MK person bizga boyga anaqani personga serializatsiya qilib berdi. Personga serializatsiya. Nimaga men personga serializatsiya qilib berdim? Sababi personga alohida bor. Personga sal qisqacha ko'rsatamiz. Shu bizni umuman serializatsiya qanaqa ishlayapti? Bizning JSON serializatsiyamiz, ya'ni bizning mana shu просто deriving JSON qo'yib, shu narsani JSONdan parse qilishimiz qanaqa ishlayapti? Shuni ko'rib olamiz. Xo'p, bizda parser bor. Parserlar haqida zo'r gapirdilar. Ya'ni bu ham o'sha applikativ parserlar, ya'ni bir-biriga yopishib tashlangan hammasi. Bundan o'sha qisqasi klassik parser applikativ list. Bizda imingdan mana shu JSONni tip abstraktrisi bor. Demak, qanaqadir bizda key bor. Key bizda просто qanaqadir abstrakt, ya'ni wrapper data type. Bu oddiy type sinonim, ya'ni array, просто vector value qo'yilgan type sinonim. Bizda value degan tip bor. Value bizda obyekt oladi, ya'ni obyekt degan konstruktor bor, liba array, liba string, liba bool, liba null. Mana shu undan o'tadigan bo'lishdagi. Bu hozir bizga вообще muhim emas, bu strict bo'lsin degani, chunki Haskell pozitiv rekordlar strict bo'lgani yaxshi bo'lib qoladi. Rekordlarni fitlari. Xo'p, endi ko'rayotganingizda number yo'q, numberni qo'shmaganman, sababi numberni parse qilish yoki boshqa numberga bu yerda parse yozishdan ma'no yo'q edi. Shuning uchun bizning anaqamiz JSONimiz pakajda numberni parse qilmaydi. Qabul qilmaysiz. Bu ham video asosida. Raqam. Xo'p, endi bizning asosiy oshxonamiz, ya'ni bizda from-JSON o'zi qanaqa ishlayapti? From-JSONni o'zi qanaqa ishlayapti? Xat qo'yib yozishdan bilaman. JSONda ish qilish. Mana bu farq bor. From-JSON demak bizda alohida ichkaridagi type class funksiyasini ishlatadi. Bu generate from-JSON. Bizda demak mana ko'rayotganingizda hamma tiplarning variantlari uchun parsingga implementatsiyalari bor. Misol uchun mana bizda oddiy qanaqadir konstruktor o'zi, misol uchun true misol uchun yoki bo'lmasa bizda konstruktor o'zi nima qo'yib mana bizda product types filtrlari metadatalar qolgan ichki javoblari boyagi
Sum type'lar qanaqa bo'lishi, product type'lar qanaqa bo'lishi, bu yerda yana muhim narsa primitive instance'lar. Ya'ni biz bu yerda serializatsiya qilamiz, lekin bu bizning rekordimizda boshqa value ham bor. Misol uchun boolean bor, keyin misol uchun string bor, yana qanaqadir char bo'lishi mumkin, bool bo'lishi mumkin. Biz shuning uchun qisqa primitivlar qilib ham yozib ketganmiz. Agar bool bo'lsa qanaqa pass qilish kerak, null bo'lsa qanaqa javob. Ya'ni aslidan bo'lib shunaqa kelsa, biz qaysi tikka urishimiz haqida. Bizda alohida funksiyalar bor, bu juda ko'p. Ya'ni biz qulayroq interfeys ishlashimiz uchun, yoki misol uchun dekod chaqiramiz, bu o'zi generic как будто dekod qilib oladi. Bizga operatsionni tip qaytara oladi. Esingizda bo'lsa, Haskell gruppaga tashladim, har xil ko'rinishga aniqlanadi. Nimadir versionlanadi. Mana o'shalarning hamma ko'rinishini mana shu ikkita funksiyalardan qilingan. Bittasi yengiroq featurelari bilan Haskellda, bittasi eskiroq featurelari bilan va yo'qda liba type applications, liba classic type signatures yozib hal qilingan. Savolda, generic derive qilish degani bu refleksiyaga qo'shish degan gapmi? Refleksiya emas, nima bu? Reflection emas. Compile time'da bo'ladi chunki. Compile time refleksiya Shunaqa bo'ladi. Qo'pol aytganda, dastur yozish vaqtidagi refleksiyamiz, lekin runtime'dagi emas. Compile time'dagi refleksiya. Yo'q, compile time. Compile time. Ya'ni bizda spesifik manba tiplar uchun shunda ya'ni tiplarni o'zi reprezentatsiyasini ko'rayotganimizda manba operatsionni boshqa tiplarni o'zi olib, mana shu tiplarga mos keladigan boyagi metadatalarga aniq chiqadi. Manba funksiyalarini accept bind chiqadi tipaki. Shuni oqibatida bu xuddi hamma narsaga ishlayotgandek ko'rinadi. Как будто shunaqa. Bizda demak primitive instancelarimiz bor. Bu yerda value'ni o'zini qanaqa qilib o'g'irib olishimiz, ya'ni from some instance to value ya'ni bizda hamma keraklidan anaqalar bor. Hamma muhim shakllarni hammasini yozib qo'yganmiz. Bu yerda yana qiziq narsa, agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, string uchun overlapping degan qo'shimcha pragma yozib berilgan. Overlappable degan pragma list yozib berilgan. Aynan nima uchun bo'lsa? Overlappable nima degani ma'nosi? Bu yerda asosiy ideya mexanizm shunaqa bo'lyaptiki, agar men bu narsani olib tashlasam, kompiler menga urishib berish kerak. Ya'ni chunki string ham list of characters, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgandan keyin ikkita list bir-biriga qaysi birini ishlataydi deb anaqa bo'lib qoladi. Lekin kompiler urishmadi negadir. Bilib hal qilgan bo'lsa ish qilib, ya'ni overlappable degani spoiler qo'yaymi yo o'ylab qo'yishmi? Короче, overlappable degani, ya'ni bu eng general case. By default, agar misol boshqa topilmasa, mana shu ishlatiladi. Lekin boshqa spesifikroq type topilsa, overlapping, ya'ni overlappable overlap qiladi. Ya'ni misol uchun list of A eng general case, buni overlap qilsa bo'ladi, list of character bo'lsa. Ya'ni o'sha list of character bo'ldi, special rock type bo'lganligi uchun shunaqa. Xolasingiz list of boolean deb qo'ysangiz bo'ladi, u uchun keyin pastdagi list of A emas, list of booleanni taniydi, chunki overlapping. O'zim вообще taniyman. Bu ertalabga qo'yish kerak, oxiri ko'rsatib barcha tushunarli bo'ldim. Ya'ni biz hamma narsaga qaramaymiz, bizga kerak emas, faqat shu ishlash uchun kerak, lekin kerak. Xullas,
biza bunaqa generic Chrome qilib alohida type class qildik. Bu type classni keyin bu yerda ishlatib oldik. Shu orqali biza Chrome degan type classimizni просто derive qilib ishlatsa bo'ladigan holatga olib keldik. Bu yerda ko'ramizki, shunaqa ishlatib bo'ladi. Bu yerda rostdan serializatsiya bor. Serializatsiya qanaqa bo'lyapti? Bizani borganimiz danimiz mana abstrakt ko'rinishga kelyapti, to есть partiyaga mana abstrakt kelyapti. Keyin generics bu abstrakt ko'rinish oldi, to есть bu bunaqa kelyapti. Buni olib konkretniy atip yasab. Atip bizani holatda nima bo'ladi? Qanaqadir record misol uchun person shunaqa. Hop, xuddi shunaqa misol uchun bizga ko'rsak bo'ladi. Practice endi juda ham sodda. To есть bu jismga nisbatan ancha sodda. Bundan xuddi shunaqa bizda practice degan type bor, jpractice bor, xuddi o'sha xuddi o'sha mexanikalar, bizda avtodirjoniy identification bor, biza tablani joy-joyiga qo'ya olishimiz uchun. Yo'q ketdi. Xuddi o'sha boyagi shapelarga qarab biz har xil funksiyalar yozib chiqamiz. Buni sal boshqacharoq ko'rganmiz, chunki bu birinchi yozib ko'rganimda adashmasam bir haftadan oshib bunga esimda turibdi. Bundan xuddi shunaqa listga yozib qo'yganmiz va boya ko'rganimizda o'sha bizda predga ham ishlayapti. Faqat bizda predni endi просто funksiya, ya'ni anaqa emas, просто tak funksiya. Ya'ni biz любой generic qilib olingan tipni predga chiqara olamiz. Ya'ni просто predga yozamiz, o'sha tipga yozamiz. Ya'ni ba'zida bizga kerak bo'ladi deriving qilib qo'yish va обязательно masalan serializatsiya yoki shunaqa paytlar. Ba'zida kerak bo'ladi bizga shunchaki funksiyani o'ziga o'sha rekordni berib olib, o'sha rekord bilan ishlashimiz. Ya'ni user experience tomonidan yoki developer experience tomonidan o'zingizga xohlagan qiziq bo'lganini ko'rasiz. Misol uchun oddiy adresini ham, ya'ni stringni ham biza qanaqa chiqaryapmiz, qanaqa ko'rinish chiqaryapmiz. To'g'ri, sonlar ham mana qo'yib qo'ygan, o'zi bilan ko'rish kerak edi, salbiy qo'ygan. Короче, prototip uchun bo'ladi. Prototip uchun bo'ladi, qanaqadir qiziqroq perspektiva, что biz bunaqa ko'rinishda aslida juda ham ko'p narsalar qilsak bo'ladi. O'sha Lens misolda bo'lmasa har xil rekordlarni o'rtasidagi transformatsiyalar, misol uchun qanaqadir generic traversallar, misol uchun shu narsalar. Implementatsiyalar bo'yicha hozir savolinglar bo'lsa so'raylik. Bo'lmasa biz keyin yana qilib o'tamiz. Ushlab ko'rish kerak. Endi bu o'sha maslahat, что kod yozib ko'rish kerak. Kod yozib ko'rmasdan uchun qiyin. Men o'zim ham to'liq tushunib olishim yoki bo'lmasa mana qilishimga ko'proq vaqt ketdi. Chunki tushunib olish qiyin bo'ldi. Qiyin bo'ldi, qiyin bo'ldi. Oson bo'ldi. First round. Ko'zingizga kelsin. Xo'p. Oxirgi o'taymi? Aha. Bitta, ya'ni future. Future biz xato scroll qilar ekan. Mana future. Demak, kelajakda nima qilamiz? Agar pastga bilmasa o'rganamiz. Bu master. Keyingisi deriving, ya'ni dars rivojlanish uchun derivingni ko'rsa bo'ladi. Bizadagi hozir ba'zi bir 3D ko'rgan mexanizmlarimizni deriving bilan kontekst berib yana avtomatlashtirsa bo'ladi. Ya'ni standalone deriving mexanizmlarini yana ham kamroq o'zida qilsa bo'ladigan bo'ladi.
ko'pab o'tganda boy deriving instance endi klassda o'tirdik-ku. O'sha narsani ham kamroq qilib, ixchamroq qilsa bo'ladi, deriving deyiladi. И u ixchamni aloqali mexanizmda ularni o'rgansa bo'ladi. И generate sum of products, generate soap deyiladi. Endi u ixchamni ko'p ishni yaxshi o'rganib chiqishga, bu ishlar bilan yaxshiroq tanishishga, lekin yaxshi perspektiva deb o'ylayman, chunki u ham ko'p qiziq mexanizmlar qilingan, juda ko'p narsalarni type-levelda avtomatlashtirib tashlagan. Nasl bo'lardi, ya'ni o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Metaprogramming o'sha texnikalar Haskell'da обязательно generic bo'lsa, обязательно template Haskell'da ham sinab ko'rdik. Template Haskell как раз shu prot makroga o'xshagan bo'ladi. Type gimnastikani yo'qotaman deydi. Xo'p, xulosa. Shunaqa qilib bizni JC Generics bilan o'zimizni customning klasslarimizni bemalol yoza olamiz. Ularni boshqa tipdagi deriving qila olamiz. Vohida. Qisqacha kayt qo'yishga olamiz o'zimiz yozib. boshqa pul yozish kerak. Xo'p, hamma tarafda o'zimiz strukturasi bor. Biz u narsalarni ko'rdik. Oxirgi gapda boilerplate yozgan bularni gapiryapmiz. Bo'ldi. Menimcha reference bu yerda men qanaqa resurslar ishlatganim va mana bu ham ketmaga yozilgan. Bo'ldi. Agar mana shu savollar bog'bozorlar tushunuvchilik bo'lsa olinglar, keyin qilib bilmaydi. Generics'dami? Hop, holatga qarab, odatda Haskell'da debugging ko'pincha qiyin bo'lmaydi, sababi juda ko'p narsalar type selfing uchun hal bo'lib ketib qoladi. Ya'ni strong typing sabab ko'p muammolar hal bo'ladi. Lekin определенный кейslar bo'lsa, bo'lishi mumkin, lekin lekin bu simplistik generic'ga yaxshi o'xshamaydi, chunki u mutatsiya qilmaydi. Simplistik generic'lar ular template'lar, ya'ni parametrik polimorfizm. Ya'ni bir minut. Menga hozirgi nima bo'yicha, hokim bo'yicha nima kerak, feedback kerak. Ya'ni qaysidir qismi qiyinmi, shu narsaga yoki tez o'tib ketdimi? Feedback menga o'zim uchun foydali bo'lgan joy leksiya nimalarni o'rganganman va Python'ni ishlatish bilan qilmasdim. O'shani o'rgandim. Siz bilasizmi? Shunday yangi narsa o'rganganman. Yana savollar bo'lsa beringlar. Bo'lmasa tugadi xullas. Guruhni yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Короче, unda ya'ni boshqa narsa bu xuddi reflection first compile time'da. Ya'ni charchamagan holatim bo'lsa tushuntirish qiyinroq, chunki C++dagi generiklar yoxud parametrik polimorfizm juda ham bo'lib ketgan, mutant bo'lib ketgan. Bu ham Turing komplekslar bo'ladi. Uning ichida programmani yozishsa bo'ladi. Lekin asosan u alohida template, ya'ni masalan shunday polimorfizm uchun. Lekin bunda shunaqa. Yo'q, buni emas. Bunda compile time'da va dinamik emas bunda. Hamma narsaning shape'lari, ya'ni misol uchun chatda kecha gaplashganda misol uchun int, ya'ni tuple, int string bu nomi bo'yicha misol uchun personga tenglashtira olmaysiz, lekin ichidagi qiymatlar bir xil, ya'ni shape bir xil. Bir xil ishqilib, name atributlari keynamelari yo'q, lekin ikkita tiplari bor, int string, int age, string name. Bir-biriga nom bilan mos bo'lsa ham, bo'lmasa ham, vektor bilan mos bo'lsa, shape bilan mos. Ana o'sha moslashlar uchun bir xil kod yozasiz bo'ladi. Aynan o'sha shape ishlatgan bo'lsa, shunaqa ishlaydi.